Zulayat Ötkür'nün Seyyahlar İzidi namlıq zor həcmli kitabı okurmenler bilen yüz görüş aldıda. Şvetsiya bilen Jirak Şərq Türkistan otursida 19. asırning oxirgi chorikidan boshlab ilib berilgan az-kam yarim asrlik madaniyat aloqalari va bu jarayonda o'tirg'i chiqqan tekshirish tadqiqot natijalari tunishtirilgan bu kitobda Seven Hayden, Nils Ambold, Folk Brickman, Gustav Raket va Gunnar Yarın qatarlıq Şved ekspedisiyachilari va har sohadagi tadqiqotchilarning Sharq Turkistonni qidirish, tekshirish jarayonida to'plagan zo'r hajmli qimmatli materiallari to'g'riliq tafsiliy uchur berilgan. Avtorning tadqiqot va izlanishlari natijasida yozilgan maqolalar Uyg'urlarning ixtirosidagi madaniyatni tarix cho'kmalaridan izlab, millatchilik chambarkimizni gavdalantirish va bu orqali Xitoy o'ydirib chiqargan bu zamin azaldilla bizning zaminimiz safsatisiga ilmiy paketlar orqali tasdik urishni maqsad qiladi. Bu kitob Shvetsiyada saqlanayotgan Uyg'ur madaniyat tarixiga doir yozma vasiqalar, hujjatlar, qo'lyozmalar, risolalar, etnografiyalik materiallar, shundaqla tariximizning bizga texi to'liq ma'lum bo'lmagan izlarini tushunishda muhim material bo'lg'usidir. Birinchi qo'l manbalardan ilingan ko'z qarash, tushuncha va paketlar balki sizning ko'z oldingizda shu voqealarni qayta zohir qilib, tafakkur qilishingizga yordamchi bo'ladi. Töyüz parçadan artıq foto surat, kündülük hatırlar ve aşkarlanmagan mektuplar.